Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikada yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2021-yili 1-oyning 13-kuni qayda bo'yicha 2 haftada bir qatim qiladigan videoga chiqishim. Bu haftada bu xabarlar biroz ko'p. Ashta bo'lsa imkon bor xulosaini deyishga tirishaman. Bugun sal kechikib qoldim. Bizniki idorada har bir turniki muddatlik baholashi bo'ldi. Bugun bir turniki baholashi bo'ldi. Tushdan keyin ashna bilan tayyorlik qilmay video chiqishim sal kechikib ketdi. Bir qism qarindoshlarni saqlab qo'ydim deb o'ylayman. Har qatim idorada mushtaqilar qatnashsam, o'zim bir xil ta'sirlanadigan, hayajonlanadigan ish bo'ladi, bu ta'sirlanadigan. Nima desanglar, bu muddatli baholashda NASA'dagi yuqori darajadagi muhim kishilar qatnashadi buningga. Shu bir tur aslidagi plan bo'yicha men otamda yo'q. O'lchamga yetdimi? Shu bir mezgillik o'lchamga yetdimi, yetmadimi? Degandek narsalarni baholashandi. Aslida bu boshqa buning amadan pek jiddiy qaraydi. Bugungi baholash uchun men bir qism hisoblashlarni qilib bergandim. Bu turniki boshlig'i har qatim men qilgan ishlar bor. Varaqni so'zlagan vaqtida mani Erkin Sidiq qildi deb boshqa qaytadan tilga oldi. O'zim biroz xijilib bo'lib qoldim, men bek ta'sirlandim. G'aribliklarniki mushtaq odati bor. Boshqalarning to'hpisini imkon bor shu egisiga berishga tirishadi bular. Bu yangidek yig'in amaliyotda jiddiy echilgan bir yig'in. Qisqa vaqt ichida nurg'un mazmunni o'tirib qo'yib bo'lmaydigan. Unda vaqtlarda agar men ismimni bir qatim atmagan bo'lsa, men qat'iy ranjimaydim. Lekin ko'p qatim atab ketdi. Shunga o'zim bek ta'sirlandim. Bu qatimki bugungi videodagi asosli mazmunning birisi Qozog'istonda yuz bergan qo'zg'olon. Buningdan hammalar xabar topdinglar. Bu ishlar to'g'riliq buning oq ko'rinishi nima sababdan bo'lgan? Bu ishlar nagacha boradi? Bu ishlar biroz murakkab. Murakkab anadakin o'xshamagan odamlarni ansanglar o'xshamagan oq ko'rinishlarni anglaysizlar. Bu ishlarni zot qanday bo'layotganligi, nima uchun bo'layotganligi to'g'riliq. Men bu shu biroz jangallanishida bu ishlar bo'lsa-mu, o'zim uchratgan uchurlarni biroz turlarga olib tahlil qilib yurib, qanday bo'yicha qabul qilsak bu biroz aqlga muvofiq degandek. Shunga meniki deydiganim shu o'zim qabul qilgan bir nusxasi bu ahvollarniki. Ba'zan taraflari sizlar burun anglagan bilan o'xshash chiqmay qolishi mumkin. Shunday bo'lsa-mu, qandaqdir bu yerda men deydigan ishlar pokit emas. Bir qismlari ko'z qarash yoki nimdamiz mo'lchar, ashta bu boshqa buni faqatlam bir foydalish qiymati bor deb tushunsanlar bo'ladi. Bu qatimki Qozog'istondagi qo'zg'olonda muhim rol o'ynagan, turklik rol o'ynagan 3 odam bor. Bu qo'zg'olon 1-oyning 2-kuni boshlandi. Hozir biroz besqudi ruslar kirib biroz besqudi. Shu jarayonda 160 ta odam o'libdi. 5000 dan ko'p odam qo'lga olinibdi. Ondan keyin Qozoq hukumatı 100 bilan 150 ning oralig'idagi Uyg'ur faoliyatchilarni Xitoyga qaytardi degan gaplar chiqdi. Bu ishlar bu bo'ldimi, bu bo'lmadimi qilinmaydi. Ishqilib hozir dunyoning nerede bo'lsa bir ish bo'lsa Uyg'urlarga biroz ziyon bo'lgan ishlar bo'yotadi. Bu qatimki qo'zg'olonda muhim rol o'ynaydigan 3 shaxs bor. Uniki birisi Nursulton Nazarboyev. Bu nimani bilasizlar? Bu ilgirki Qozog'iston prezidenti. Bu odam 1991-yildan 1990-yildan 1990-yildan 2019-yilgacha Qozog'istonga prezident bo'lgan odam. Asosan 30 yildak hukm surgan odam. O'rta Osiyo respublikalari Sovet ittifoqining qo'lidan qutulib mustaqil bo'lgandan keyin tunji qatim rais bo'lgan odam shu. Bu odam 30 yildak rais bo'lib etib, keyin zodi tushmisi bo'lmagan yerga kelgan chaqda yan bir odamni izg'i chiqargan. Qosim
Tokayev degan kishini iziga chiqarib, o'zi 2019 yili o'qitdan tushgan, lekin tushgan bo'lsa-mu, yana davlat ichidagi nihoyatda muhim xizmatni o'zining changiga tutgan. U bo'lsa nima desanglar, mamlakatlik bexatarlik konsuli Qozog'istonniki. Ashniki raisi bo'lib shu vazifani o'zi tutib qolgan. Bu organ xuddi burungi Sovet ittifoqi mazgildagi KGB'ga, KGB'ga o'xshaydigan o'rin u. Maxfiy saqchilar bor. Buni o'zi tutib qilib, bu prezidentlik huquqini Qosim Tokayevga bergan. Bu şu birinchi muhim shaxs bu yerdagisi shu Nursulton Nazarboyev. İkinci muhim şəxs hazır prezident bo'lib turayotgan Qosim Tokayev degan kishi. Bu ikinci muhim kishi. Bu kishi 2019 yılı 3. ayda prezident bo'lib ekan. Ondan keyin yana bir 3. muhim şəxs var. U kim o desanglar Karim Mesimov deydi. Eğer Uygurca atsak Kerem Masum'dek ismiken bu. Bu adam to'g'riliq ikki xil ko'z qarash bor. Birisi bu adam Uyg'ur deydi. Men bu bir qism manbalardan bu adamni Uyg'ur deb anladim. O'zi men qozoq deb o'zini qozoq deb e'tirof qilgan o'xshaydi. Bundaq paranlama bor. Bu adam burun, masalan 2014-yildan 2016-yilgacha Qozog'istonga bosh ministr bo'lgan bu adam. Nazarboyevniki davrida bosh ministr bo'lgan. Ondan keyin bu Qosim Tokayev chiqqandan keyin bu odamni davlat bexatarlik komitetiga rais qilib qo'yibdi ekan. Bu odamniki toki yig'in qilib bo'lgan oliqki vazifasi davlat bexatarlik komitetiniki raisi. Bu davlat bexatarlik komiteti davlatlik Qozog'iston davlatlik bexatarlik konsulniki rahbarligi ostida. Ya'ni Karim Mesimov Nazarboyevniki qo'l ostida ishlagan. Toki yaqin qadar. Bu vazifani 2016 yili 9 oydan bu yil 1 oyning 5 kunigacha ishlagan ekan. Bu qatim bu odamni qo'lga oldi. Bu odamni bu Karim Mesimovni Qosim Tokayev qo'lga oldi. Casusluq cinayeti bilen. Bununki nimşi bundak buldu desanglar? Bu Karim Mesimov mu Nursulton Nazarboyev östege adam. Şunu uzun müddet bilişige adam. Emniyette ikinci kıtımlık prezident devrede, yani Qosim Tokayev devrede, gerçi Qosim prezident bolsa mu Nursulton bilen bu Karim ikisi devlet bexatarlik organını çangıl tutulgan boğalık için asasen Qosim Tokayevni kontrol qilib minishga tirishgan bo'la. Mushtaq aq ko'rinish bor. Shunga bu qitimki qo'zg'olonni qo'zg'agan adam amaliyotda Nursulton Nazarboyev ekan. Meniki egaliga uchurimda. Bu Nursulton Nazarboyev aslida Qosimni bir qo'rchoq prezident qilib qo'yib, bütün huquqni, amaliy huquqni o'zi tutib, o'zi yurgizmoqchi bo'lgan. Aşağıdan intilip kepti 2019 yıldan bu yan. Lekin bununla Qosim Tokayev anca baş egmey, imkan var hukukni özünün çangılğı elip, özününki haş boyunca devletini başquruşqa tirişqan. Aşta bu başqa Nursulton biraz ümitsizlenip, bu qitim müşnaq bir qo'zg'ash orqali Qosim Tokayevni asli tushirib etmoqchi bo'lgan taxtdan. O ish yuz bermay, Nursulton o'zi Rossiyaga qochib ketdi. Andikin Karim Mesimovni qo'lga oldi. Bu ish oxirida oxirlashdi. Bu yerda bilishtirishlik yana bir muhim nuqta, Nursulton bilan Karim bo'lishkisi Xitoyparast. Bular asli Xitoydan yordam olib turib, Qozog'istonni o'ziga changilga olmoqchi bo'lgan. Lekin Qosim Tokayev bo'lsa, bu qatim nayt chaqqan kelib, Ruslardan yordam so'rab, Ruslar naytı tez suratda Qozog'istonga kirish bilan Nursulton bilan Karimni mag'lub qildi. Ehtimol sizlar anlagansizlar, bu qatim Ruslar intayin tez kirdi Qozog'istonga.
3000 askar dastlabda aeroplandan sakrab tushdi Qozog'istonga. Undan keyin boshqa og'ir tipdagi harbiy qurollarni keldi, masalan, tankga o'xshash shu. Ashta qilib yurib, bu birisinin aqsı Ruspa, birisinin aqsı Xitay var. Bu qatim Xitay məğlub olub, Ruslar qalbi qazanğandak bir iş yüz berdi Qozog'istonda. Muştaq aqınış boğalığı üçün Qasım Tokayev Xitaydan yardım soramay, Ruslardan yardım soraşki sebep aşışı. Bu yerda yine qardaşlarınki bilişiklik bir neçə mühim işler var. O nima desanlar, Qasım Tokayev Beijing'de okugan, Xitay'da okugan. Xitay Chet el Tili İnstitutida okugan. Bu şu yerda o'qib, keyin o'qish bitgandan keyin bu o'qishni aslida Sovet İttifoqidagi parchalanmagan vaqtda boshlab ekan bu. Beijing shu yerda berib bo'pti ekan. Sovet İttifoqi parchalanishdan burun Beijingga berib bo'pti ekan. Keyin u yerda o'qib yo, undan keyin Beijingda Sovet İttifoqiniki bir diplomat bo'lib ishlayotgan vaqtda Sovet İttifoqi gumron bo'lib, O'rta Osiyodagi republikalar mustaqil bo'lib ketgan. Bo'lib ketgandan keyin bu Qasım Tokayev Sovet İttifoqi yoki Rossiyaga qaytmay Qozog'istonga qaytib kelgan. Qozog'istonga qaytib kelib, u yerda diplomat bo'lib ishlab, ikkinchi qadamda tashqi ishlar ministri bo'lgan. Undan keyin tashqi ishlar ministri, undan keyin qarab baqaya. Undan keyin bosh ministermi bo'libdi ekan. Kerimdan keyin bosh ministermi bo'lgan ekan. Undan keyin Qozog'istonniki bosh sekretari, xuddi Amerikaniki Pompeo o'xshash. Bu huquqlarni tutgan ekan bu odam. Tutib shundan keyin Nursulton buni Qozog'istonga prezident qilib o'stirgan. Mana ahvol bor ekan. Ashta boshqa bu Qasım Tokayev Xitoyda tarbiya ko'rganligi uchun Xitoychini puxta biladi ekan. Xitoychini suyitidi deydi. Xitoyni bundan tushundi ekan. Shunga yondab Mavo Kerim Mesimovmi o'xshash maktabda, ya'ni Beijing Chet el Tili institutida o'qibdi. Ondan keyin Wuhan universitetida o'qibdi. Degan Wuhan universitetida nimada o'qidi, bu taraflarni tashirishga, qanday unvonni o'qidi, buni tashirishga vaqtim yetmadi. Ishqilib, Mavo Beijing Chet el Tili institutidagi ma'lumlari Kerimning ma'lum bilan Qasımning ma'lumlari o'xshashgan namlarda. O'xshash ma'lumotlarni tarbiya ko'rganlar ekan. Shunga Kerim Mesimovmi Xitoychani suydi ekan. Xitoycha bak usta. Ana Xitoyga ro'yi dunyo jihatdan Xitoyga jiq mayil ekan bu odam. Nursulton bilan ishkilisi. Shunga mushta bir ahvol bor ekan. Bu yuqorqi bu qatim bo'lgan qo'zg'olonni tushunishga belgili foydasi bor. Ma'qul ko'rishniki. Shunga bu yerda shu bu qatimki qo'zg'olonni Nursulton o'rlashtirib, shu orqali Qasımni taxtdan tushirmoqchi bo'lgan degan gap nayti ilgari suryapti, kuchli ilgari suryapti hozir. Shunga bu qatimki bu qo'zg'olon jarayonida Kerim Mesimov amaliyotda Nursultonga yordam qilish uchun ish tutgan. Ashta bo'lg'achqa uni Qasım josuslik jinoyati bilan qo'lga olgan ahvol shunday. Endi Nursulton davrida Xitoy Qozog'istonga 25 milliard dollardek mablag' solgan ekan. Asosligi buni energiya sohasiga, andan keyin bir yo'l bir belbog' sohasiga solgan mablag'lar ekan bu. Bu mablag'larni butunlay asos jihatdan endi Nursulton kontrol qilgan ekan. Shu vaqtdan boshlab lamkin. Hozir endi Nursultonniki 3 qizi bor ekan. O'g'li yo'q ekan, 3 qizi bor ekan. Bu 3 qiz Qozog'istondagi eng katta boylardan ekan. Andan keyin Qozog'istondagi nurg'un narsalarni kontrol qilib olgan ekan. Bu qatim Qasımniki bu nimani Nursultonni butunlay ag'dirib tozalash ep berishdiki bir sabab mushu. Bu Nursultonniki cho'ng qizi parlamentni kontrol qildi ekan. Ondan keyin mamlakatlik televizor, mamlakatlik banka, mamlakatlik bexatarlik komiteti,
Muşlarni kontrol qildi ekan cho'ng qizi. Shunaqda cho'ng qizi siyosatchi. Asosan siyosat bilan shug'ullagan xonbika bu. Naytı bayken. Naytı bayken o'ziniki uyini jabdushda Araplar bilan Xitoydan xiljik buyumlarni Xitoydan to'shigan ahvollar bor ekan. Ikkinchi qizi u nima karxanchi yoki savdogar orq ko'rinishida bor ekan. Bu ikkinchi qizi Qozog'istondagi markaziy mediyasini kontrol qilgan ekan. Neft, tabiiy gaz, temir yo'l, atom energiyasi, andikin bütün Qozog'istondagi energiya sohasining hammasini kontrol qildi ekan. Ikkinchi qizi. Mana hozirmi. Uchinchi qizi, eng yosh qizi, u aslida bir kino ishlovchi ekan, kino chiqaradigan prodyuser deydi inglizcha. Shundoq bir xonim ekan. Bu xonim Qirg'izistondagi prezidentniki o'g'li bilan to'y qilgan ekan. Biz burun Madalatniki podshosiniki o'g'li bilan Yembi davlatning podshosining qizi to'y qilibdi deb anglaydik. Hikoyalarda, rivoyatlarda bu yaqinda bo'pti bu ish. Nursultonniki 3-chi kichik qizi Qirg'izistondagi prezidentniki o'g'li bilan to'y qilgan ekan. Bular birlikda Qozog'istondagi bütün mamlakatlik temir yo'l korxonalarining hammasini kontrol qildi ekan. Andikin Xitoy bilan bo'lgan shu bir yo'l bir balvoq qurilishlari albatta degandek Xitoy 25 milliarddak dollar pulni mablag' solgan Qozog'istonga. Andikin tez suratli yo'l nima kanlar, har xil kanlar, metal deganda kanlarni mana shu 3-chi qizi boshqaradi ekan. Hatta bo'g'ashqa bu 3 qiz Nursulton garchi prezident emas, Qosim prezident bo'lsa-mu, Nursultonning 3 qizi Qozog'istondagi shu asosliq pul chiqadigan sohalarning hammasini kontrol qilib olgan ekan. Ashtaq bir ziddiyat mavjud ekan nuqtaga bugunga qadar. Shunga meniki bilishimcha bu qatam Nursulton Rossiyaga qochdi. Qosim Nursultonning 3 qizlarining hammasini rejim ostiga oldi. Ashtaq bir ahvol bor. Buning oxiridan qanday xulosa chiqadi deb bilmayman. Bilmaymiz hozircha. Men bir dokladda g'ilpala anglab qoldim. Qozog'istondagi 50% boyligi Qozog'istondagi 150 odamning qo'lida ekan. 150 nafar odam Qozog'istondagi bütün boyligining 50%ni kontrol qildi ekan, egallab olgan ekan. Xabarlarda bor Qozog'istondagi boyligi va tabiiy boyligi bak mo'l. Ularniki neft boyligining o'zilamki neft, tabiiy gaz. Shu ikki turdagi boylikning o'zilamki dunyo boyligining 45%ni egallaydi deydi. Şuna nayeti tabiiy boylikqa mo'l davlat ekan bu. Lekin bularni albatta men degandek Nursulton va uning 3 qizi qattiq kontrol qilib olgan ekan. Bu qatam endi Qosimniki Ruslardan yordam so'rab, andan keyin mustaq bu qo'zg'olonni tez suratda bostirib o'tishidagi sabab Nursultonniki chang'ildan qutulish deb tushunsak xatolashmaymiz. Şu necha kunning oldidagi Turkiya mamlakatlik televizorsiniki bir deklaratiyaga asoslangan chog'da Ruslarniki bu qatim Qozog'istonga shunday tez suratda kirib yordam berishida 4 shartni o'tirib qo'yibdi Ruslar. 4 shartni o'tirib qo'yibdi. Buningga Qosim hozirgi prezident Qosim ma'qul bo'pti. Bu 4 shart nima ekan desanglar, shu xalqaro muhim ishlarning hammasida Qozog'iston chuqur Ruslar bilan o'xshash maydonda turish. Masalanga hozir Ruslar Ukrainaga tajovuz qilyapti. Ukrainani besib olamiz deb Piganina alayda qo'shin ba'zi ishlarni olib qo'yishdi Ukrainada. Chiqib Ruslar hozir Ukrainani besib olishga tayyorlik qilyapti. Dunyo bunga qattiq norozilik bildiryapti, jiddiylashayapti. Ruslarniki birinchi talabi Qozog'iston mush ishlarda Ruslarga bir o'xshash maydonda turish, Ruslarni qo'llash degan birinchi shart ekan. Ikkinchi sharti rus tilini Qozog'istonniki ikkinchi davlat tili qilish. Birinchi davlat tili albatta qozoq tili, ikkinchi tilga cho'qim ruschani tanlash. Xitoycha yoki inglizcha emas. Bu ikkinchi shart ekan. Uchinchi sharti Ruslarniki Qozog'istonda harbiy baza qurib, Qozog'istonda uzun muddat harbiy kuchlar turishiga yo'l qo'yish. Bu 3-chi shart ekan.
To'rtinchi shart Qozog'istondagi ruslarning o'z taqdirini o'zi belgilashga yo'l qo'yish. Ya'ni yer mustaqil qilib qo'yish degan gap Qozog'istondagi ruslarni. Mushu 4 shartni o'tirib qo'yibdi. Endi hozir ruslar Qozog'istonga kirib ishlarni allaqachon boshlab bo'ldi. Natija qo'shinlarim kiryapti. Ig'ir cho'ng tipdagi harbiy qurollar bilan. Demak, bu 4 shartning hammasiga Qosim To'qayev ma'qul bo'ldi degan gap. Shunga hozir bir qism analizlarniki ko'z qarishicha ruslar bu qatim Qozog'istonni egallab olgan peti chiqmaydi deydi. O'sha harbiylarni kirib turg'izib ata qiladi. Buniki yaxshi tarafim bor, yomon tarafim bor. Yomon tarafi nima desanglar, ruslar nima Qozog'iston o'ziniki haqiqiy mustaqilligini olib qoldi degan gap. Ruslar kontrol qiladi degan gap. Bu qatim ruslar kontrol qildi amaliyotda. Shu qatimki cho'ng qo'zg'olonni bostirishda ruslar kontrol qildi Qozog'istonni. Bundan agar harbiy kuchlar uzun muddat tursa, Qozog'istonni boshqarib bo'lmaydi degan gap endi. Qozog'istonning o'ziniki harbiy kuchi ojiz, ashta bo'lganligi uchun. Shu mush kirgancha chiqatmasligi mumkin deydi. Bu yomon tarafi. Qozog'iston yerim mustamlika davlatga aylanib qolishi mumkin. Yaxshi tarafi nima desanglar, Xitoy Qozog'istonni yevitishga oz qolgan. Abaytaman degandek 25 milliard dollar mablag' solib, bu mablag'larning hammasini Nursulton va uning 3 qizi kontrol qilib, Nursulton Kerim bular Xitoylar bilan yiqilishib, yerini setib, naiti bir eski taraqqiyot var, yomon taraqqiyot var Qozog'istonda. Yani Ruslarniki kirish bilan Ruslar Xitoyning gelini bo'g'di degan gap. Bu yaxshi tarafi. Yine bunu da bilan qanday ishlar yuz berdi, bundan davomli kuzatish to'g'ri keladi. Endi ikkinchi masala bu yil Xitoyning iqtisodiy qanday bo'ladi degan masala. Biz 2022 yilda boshladik. Xitoyda hozir ajoyib ishlar yuz beryapti. Bir necha oldingi hisobdan bir nechasi bor. Uning birisi huquq kirishi, ikkinchisi Xitoy virusiniki avjib ketishi. Xabarlarda bor, burun Wuhan'da qolgan o'tgan qatim 2020 yilning 5-ida. Bu yil Tianjin Xi'anda qoldi. Oldi bilan undan keyin Tianjinda qoldi. Hozir endi Shanxay, Beijing'lardami kasallar bayqilyapti. Bu Xitoy kasal bilan yuqumlangan odamlarning soni e'lon qilgan chog'da butunlay yolg'onchilik qiladi. Ular degan songa qat'iy ishongil olmaydi. Ular degan songa kam deganda 100 ko'paytirish kerak. Ashtaqdimi bu kasallar hozir bu virus kengayib Shanxay, Beijing'larga kiribdi. Xabarlarda bor 2-ayning 4-kuni Xitoydagi qishliq olimpik boshlandi. Agar o'ng'ichilik bu Xitoy virusi yamrab ketaversa, Beijingda bu yig'in olimpik musobaqasini o'tkazishning bir cho'ng mas'ul bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi bir taraf, uchinchi bir cho'ng taraf hozir Xitoyniki pul isqamig'i turdi. Buniki har xil sabablari bor. Amerikada chiqqan qonunlarniki zo'r kuchi bor buningda. Xitoyniki pul qamag'anligi uchun Xitoy hozir jiddiy tutish qilib, bir bo'lsa shu uy mulk bejini yo'lga qo'yish to'g'riliq bular bir qism tadbirlarga tayyorlab ketibdi hozir. Agar uy mulk bejini yo'lga qo'yilsa, hozir nurg'un fuqarolarda pul yo'q. Burun nima deymiz, Jangjin deydi, Xitoylar Jangjin deydi, bir mukofot puli ishiga o'riladi. Olgan pullarni nurg'un o'rinlar to'xtatdi. Maaşını aktarmaydığı ahvalımı intayin eğir. Mekteplerdi bu bu iş. İşte hazır puhralarının pul sıkamı kıldı. Puhralarının pul sıkamı için öy icrasını төлeyemeydi diyen gap. Öy icrasını төлeyemese, anikin hükümet bu öylerden öy mülk bejini alsa, bu öyünün ilgileri katık ziyanda atıdı diyen gap. Ulağı kırım olmay, öyüp koyganın ki paydası olmay, onun pakatlamkin zini bulduğu degan ish o'tiri chiqdi. Ayta bo'lgandan bu kishilar nihoyat tez suratda uyni sotaman deb uyni bozorga solishi mumkin.
Aşın olan bırakılamkin satıdığan öylerindeki sani dehşet tez surette köpüp getiş mümkün. Şunun olan öyünün bahsi düşükü başlaş mümkün. Hazır onu da keyin kelip çıkılgan bir mümkünçilik hükümet öyüniki töven bahsıga çek koyduğanda kılıdı. Aşta kılmagan jağda bırakılamkin öy mülkleri pahalılaşıplam veyre bolup ketiş ihtimallığı bağda töven çek koyduğan bir nesne oturgumu çıkış doğruluk param bu bitipti hazır. Muşlarniki sebepleri tüpeliden Xitayda bir xil qarz şiddet bilan köpüp ketadigan ahvol o'tirg'a kelib chiqadi. Hozir endi bir qism dunyoga dongliq analizchilar bu ahvollarni analiz qilib bu yil 6-7 oylarda Xitoydagi eng cho'ng chekinish bu yil 2022 yili 6 ve 7 oylarda paydo bo'lishi mumkin deydi. Bundaq bo'lishiga sabab 6 oyda bu Amerikaniki Federatsiya bankisi o'simni tangshaydigan bir ish bor. Bular har 3 oyda bir qiladi. 3-chi oyda bir, 6-chi oyda bir. 6-chi oyda Amerika buni tangshagandan keyin bu Xitoyga yanada ta'sir ko'rsatib, u joyda Xitoyniki iqtisodniki bir qatam cho'ng sakrab, to'ng qarab menishiga turtki bo'lishi mumkin degan ko'z qarash bor. Agar mushta bo'lib qolsa, bu nachar ahvol yolg'iz Xitoy bilan to'xtab qolmay, butun dunyoga ta'sir ko'rsatadi. Xabarlarda bor, butun dunyoning iqtisodi Xitoyga bog'lanib qoldi hozir. Ashta bo'g'al uchun Xitoyniki iqtisodida bir cho'ng chekinish yuz bersa, bu butun dunyodagi iqtisodiy ahvoliga ta'sir ko'rsatadi. Andan bu Xi Jinping degan Xitoyniki bu yil qayta saylanishiga cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin deydi. Xabarlarda bor, bu yil 11-oyda Xitoy Kompartiyasiniki 20-chi qurultoyi ochiladi. Xi Jinping degan Xitoy hozir 2 muddat boshliq bo'lib bo'ldi. Aslida chiqib ketish kerak bu qatam. Xitoyning o'zining qonuni bo'yicha. Lekin bu Xitoyning asos qonunini o'zgartib, davomli o'qib tutishga tirishib, nurg'un ishlarni qilib bo'ldi hozir qadar. Endi bu 20-chi qurultoy 11-oyda ochilmoqchi. Agarda Xitoyniki iqtisodida 6-7 oylarda bir cho'ng portlash shaklidagi chekinish yuz bersa, Xi Jinpingniki qaytadan saylanishi bir masala qilish mumkin. Hozir uniki dushmanlari iqtisodni bir xil qurol qilib turib, bunga qarshi turayotgan ahvol ig'ir hozir. Qattiq yuz beryotdi. Yana bir dunyoga dongliq bir kishiniki mo'ljarcha bu yil Xitoyniki chekinishi el harbiy shaklda bo'ldi deydi. Qanday bo'ldi desanglar, mundaq tushib, mundaq mangdi deydi. Bunda tushib ketavermaydi deydi. Bunda tushmay, mundaq tushib, 6-7 oyda buniki bunda mangdi deydi. Bu tuzsizlik bo'yicha chekingan holatda tuzsizlik bo'yicha menish 2025-yilgacha davomlashi mumkin deydi. Endi 3 yildek davomlashib 2025-yili Xitoy iqtisodida yana bir cho'ng sakrab chekinish yuz beradi degan narsani o'tirib qo'yibdi. Endi bularniki hammasi mo'ljar, palg'i shalma palsizmi qolma degan gap bor Uyg'urlarda. Shunga mushta bir ahvol mo'ljarlanibdi deb tushunsak bo'ladi buni. Endi meniki bu gaplarni bu yerda tilga olishimda asosli sabab Uyg'urlarning ishi. Uyg'urlarniki beshidagi hozirgi ig'ir fojia. Buniki to'xtatishga sababchi bo'ladigan bir ish Xitoy iqtisodiniki zo'r darajada chekinib, Xitoy hokimiyatiniki o'rilib tushishi. Ashtaq bo'lsa, Uyg'urlar o'zining boshiga kelgan fojiani oxirlashtirishga bir fursat yaratiladi. Ashtaq bo'lg'anligi uchun iqtisodiy taraqqiyot ishlari bizning tadbirimiz bilan munosabatlik, bizning tadbirimizni belgilaydi. Yana birisi xalqaroniki qo'l silishdi. Xalqaroniki qo'l silishi hozir qadar ojiz bo'lyotdi. O'zinglar ko'ryapsizlar. Garchi hozir Uyg'urlarniki masalasi tarixda misli ko'rib boqmagan darajada xalqaralashgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bu bir numussiz, Xitoy hokimiyati bir numussiz hokimiyat bo'lganligi uchun ular qandaqdir kishilarniki eybligidan numus qiladigan ishni bilmaydi. Paketlarni yushirdi va e'lon qiladi. Aşağılık dünyanı aldaydı. Anikin o'zining planini aynan ijro qilib meni yurdi bular.
hozirga qadar bo'lgan ahvollar shuni isbotladi. Uyg'urlarniki beshiga kelgan ig'ir taqdirda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Amaliyotda Xitoy hargizmi o'zining planini ozroq ham o'zgartmoqni yo'q. Aksicha tiziltyapti deb tushunaman men. Meniki o'zimniki kelgan uchurlari va o'zimning tahlili bo'yicha. Bununla munosabatli bir qancha ishlar bor. Yaqinda xabarlarda bor. Penjingtang degan bir Xitoyni bizniki vatanda bu Xitoy qurolli soqchilarga bosh bo'lgan odam. Bu odamni yaqinda Xi Jinping Hong Kongga yo'tkadi. Buningki oq ko'rinishi bizni andishaga soladi. Dastlabda Chenchanggo ketdi. Chenchanggo ma'muriy jallod, siyosiy jallod. Bu Penjingtang degani harbiy jallod bu. Men o'tgan qatimliq videoda degandim, Sharqiy Turkistondagi harbiy soqchilar amaliyotda Xitoyniki 11-diviziya askari. Dunyoda Xitoydagi eng kuchli armiya bular. Armiyada ashtaq qurolli soqchilar qiyofati kirib Uyg'urlardan bosilish olib qolgan. Penjingtang degan Xitoyniki qo'l ostida bir Zongduy bor ekan. Zongduy deganni Xitoyning harbiy sistemasi bo'yicha Lianni biz polik deymizmi? Men abadni tekshirib olaman deb unutib qolibman. Polik deymizmi? Shtaraq Lian degan bilan o'xshash ekan Zongduy degani. Uningda 120 dak odam bor ekan. Mushu Penjingtangning yetakchiligida xizmat ko'rsatgan bir Zongduyni Xi Jinping bevosita mukofotlagan ekan 2014-yildan keyin. Bu Zongduy, bu atrat jami 31 qitim terroristlarga zarba berish harakati olib qolgan ekan. Jiddiy faoliyati. Terroristlarga zarba berish jiddiy faoliyati. Bu yerdagi terroristlar degani Uyg'urlar albatta. Bu yerdagi terrorist degan gapni qo'shtirgan ichida ajab tushunsangiz bo'ladi. 31 qitim ashta ish yapib 91 Uyg'urni o'ldirgan ekan. Har qitim qilgan ishida 3 ta Uyg'urni o'ldirgan ekan. Bu Xitoylar qurolli soqchi deb atib olgan, shu Penjingtang riyosatchilik qilgan, rahbarlik qilgan bu qo'shinniki 70 mingdan 80 mingning oralig'ida askar bor ekan. Men bu xabarni olgandan keyin darhol Twitterga bir narsa chiqardim. Nimishqa desanglar, agar 120 Xitoy, shu 2014-yildan keyin 120 Xitoy 90 Uyg'urni o'ldirgan bo'lsa, 80 ming Xitoy 60 ming Uyg'urni o'ldirgan bo'ldi ekan. Bu bir taxminiy hisob, lekin bu bunda o'tirilib, o'yinga kirilib, qo'ng'irib bilan gap topadigan qaraganda bu ilmiy bu. Shunga mushtaq hisoblab men buni Twitterga chiqarib qo'ydim. Agar o'xshash nisbatni hisoblasak, 120 qurolli soqchi 90 Uyg'urni o'ldirgan bo'lsa, 80 ming qurolli soqchi 60 ming Uyg'urni o'ldirgan bo'ladi deb buni Twitterga chiqarib qo'ydim. Qolgan uchurlarni qo'shib, Penjingtang'niki uchurlarni qo'shib. Shunga endi bu yerda bizni biroz yine endişe saldı dişinki sebep Chenchanggo ma'muriy va siyosiy jallattı. Onu bizim vatandaş etti. Endi bu Penjingtang degani harbiy jallattı. Bunu mu bizim vatandaş etti hazır? Bu nimeden darak berdi desa, Xitoy Uyg'urlarni o'ltirish, bostirish, Uyg'urlarni hech qanday bosh ko'tarolmaydigan bir holatga olib qo'yish yoki Xi Jinping'niki planida buncha aytgan chog'da 3dan 1 qism Uyg'ur nüfusini o'ltirib, 3dan 1 qismini sulab, qolgan 3dan 1 qismini yerim mashina odamga aylantirib qo'yish. Mushu maqsadiga asosan yetib bo'ldi deganni dindirak bo'ladi. Bu qattiq bostirishda o'ziniki maqsadini amalga oshirib bo'lgani uchun jallatlarni boshqa yo'lga yo'tadi degan gap. Endi o'tganda sizlarga degan bu Chenchanggo'ni o'rniga Guangdongdan Mashinwei degan bir Xitoyni keldi. Ba'zi analizlarning deyishicha Guangdongda o'qitgan arx ko'rinishi ilm-fan, injenerlik sohasidan chiqqan bir odamni Chenchanggo'ning o'rniga akilishida Amerika bu qatdan chiqqan majburiy emgak maslahatlarini cheklash qonuni bilan munosabatlik deydi. Bu qanday ish desanglar, Amerika Sharq Turkistonda ishlangan maslahatlarning hammani cheklab etsa,
Xitoy intayin ig'ir ziyon tortadi. Bundaq bo'lishiga sabab mana yaqinqi 10-20 yillar mobaynida Xitoyniki dengiz qirg'idagi shaharlardagi emgak kuchining bahasi bek o'sib ketgan. Burun Amerika qatorliq dunyodagi taraqqigan ellar Xitoyga mablag' solib nurg'un zavodlarni Xitoyga qurgan. Xitoy o'zimi Shenzhen degan shaharlarni ichib nurg'un shirkatlarni qurib olgan. Sabab nima desa, emgak kuchi bek arzon bo'lgani uchun. Keyin bu emgak kuchi o'sib qimmatlashib ketib, dengiz qirg'idagi rayonlardagi emgak kuchi taraqqigan ellarniki yetishib olay deb qolgan. Ashta bo'lg'achqa Xitoy bir yangi strategiya tuzgan bo'lar. Bu strategiya nima desa, shu dengiz qirg'idagi bir qism shirkat zavodlarni Sharq Turkistonga o'tkazish. Dastlabda bu gaplar chiqqan chog'da Uyg'urlarni shu zavodlarga qo'l chiqib ish qoladi degan gaplarni burun bunday gaplar chiqmagan. Bu ishlar yaqinda oshkorlandi. Bular nurg'un shirkatlarni Sharq Turkistonga o'tkazib, Uyg'ur nüfusuniki 3'ten 1 qismini shu zavodlarga qo'l chiqib suluvatdi hozir. Shunga agar bu zavodlarning mahsulotlarini cheklasa, Xitoyniki mahsulotlarni eksport qilish jihatlarida intayin ig'ir kunga qoladi bu. Endi Mashinwei degan Xitoyniki Guangdongdan Sharq Turkistonga kelib boshliq bo'lishidagi bir bularningki ko'ngli pikkan bir strategiya yoki suiqasdi Sharq Turkistonda ishlangan mallarni Guangdongga o'tkazib, shu orqali bu Sharq Turkistonda ishlangan mal emas, Guangdongning mallari deb chet elga eksport qilishni davomlashtirish bo'lishi mumkin degan faraz o'tirib qo'yildi. Bu xili aqlga muvofiq, shunga astaga buncha deb qo'y. Endi yana bir muhim tema degandaydan birinchi oyniki 4. kuni Qahraton jurnali bir Uyg'urlar to'g'riliq bir maqola, bir dokladni e'lon qildi. Bu dokladda bizningki vatandan yaqinda qochib chiqqan, lagerda uzun muddat turgan, nihoyatda boy hamda kasbiy sohada nihoyatda hurmat qilishgan, xalqqa tutilgan bir odam Qahraton jurnaliga suhbat berib, bir qism ishlarni oshkorladi. İşte bayan kılınan ahvallar bek vahşi. Bu ahvallar men burunda deb kelayotgan ahvallar bilan qilib moslashidi. Lekin uningda mı eg'iroq his qildim men. Unimi deganda sani xabarlarda bor. Men taki yaqin qadar 2014-yildan keyin Xitoy hokimiyati o'ltirib o'tgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshadi degandim. Endi ma kishiniki deppagan ishlari intayin qabiy ishlarni deb turdi dokladda. Bu dokladni men dastlabda Google'da tarjima qilib, o'zimniki ma'rifat torbetiga chiqarib qo'ygandim. Keyin menga yordamlashayotgan bir inimiz uni rasmiy tarjima qilib berdi. Uni shu burunqining o'rniga chiqarib qo'yishni unutib qoldim men. Uni aytib chiqarib o'taman men. O'qib baqsanglar bo'ladi. Inglizcha maqolani men bir rasmiy til qobiliyati va bir inimizga tarjima qildirib qo'ydim Uyg'urchaga. Onu ma'rifat chiqarib qo'yib o'qib baqsanglar bo'ladi. Bu cho'ng ziyoli, boy ziyoliniki deb bergani bu kishi o'lkirib tasqabdi. O'shidan ketib er qiynoqlarda. Dastlab o'lib ketaman deb o'ylab ekan, necha kun o'shidan ketib yetib qolgan ahvollarim bor ekan. Bu odamning deb bergani shu o'zi yotgan kamerada Xitoy soqchilari har kunisi 5-6 adamni ashk etar ekan. So'roq qilamiz deb, yoki tashutimiz deb ashk etar ekan. Ko'pinchisi medical exam deb, meditsina jihatini tekshiramiz deb ashk etar ekan. Ashk etib, ammo oran ba'zanda biroz qaytib kirdi ekan. Ba'zanda birismi qaytib kelmay ekan. Qaytib kelgan odamniki ko'zlari olg'ay, utur qarayamaydigan, qarchiq ko'zining ichiga kirib ketgan, sarandaq bo'lib qolib Açtaq çıkıdı ekan, kirdi ekan, lagerga, kamera qaytib kirdi ekan. Bu adamning deb berganida buningga zahar urvatdi, bularga. Yo'qolib ketganini o'ltirvatdi, qaytib kirganlarga zahar urvatdi. Bular uzun o'tmaylar o'lib ketdi. Ondan keyin har kuni 5-6 odam achib ketib, ular qaytib kelmasa, izg'ini 5-6 odam akib qo'ydi deydi. Bu yangidan akirgan odamlarniki bir qismi yangidan tutilganlar deydi. Yeni tutulganları yani bir kısmı başka kameradan mega ötkep ekip koyganlar. Aştığından
Bizim kamirdagi umumiy odam soni o'zgarmadi. Lekin har kuni 5-6 odam yo'qolib ketdi. Yo'qolib turdi har kuni deydi. Mush kishi shu kamirda tug'an vaqtidagi ko'rgan ahvollari shundoq ekan. Endi bizniki hozir qadar lagerlarda yetib chiqqan 12 isbotchilarimiz bor, shohidlarimiz bor. Ularniki deb birishicha bir kamirda 60 tak odam bor ekan. Bir kamirda 60 tak odam agar har kunisi birdan odam o'ltirilsa 60 tak kamirda, ondan biz shu turma va lagerlardagi suloqliq uyg'urlarning sonini 3 million desak, 3 million odamdan har kuni 60 odamdan birisi o'ltirilib turdi desak, bir kunda o'ltirilgan odam 50 ming bo'ladi. 50 ming bo'ladi. Agar 6 dan o'ltirildi desak 300 ming bo'ladi. 50 dan 6 dan 300 ming bo'ladi. 50 dan 250 5 bo'ladi. 5 dan o'ltirildi desak 50 mingdan 250 mingcha odam o'ltiriladi har kuni deganlik bo'ladi. Men bu hisoblarni hisoblab Twitterga chiqarib etdim. Aytdi cho'ng bir tema qilib, bu maqolniki dokladniki mazmunni, muhim mazmunlarini tizib, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deb tizib, aynan elib so'zlarni Twitterga chiqardim. Dunyoning diqqatini qo'zg'ash uchun. Bu ahvol bak ig'ir. Men shuningda agar mushbinch o'lchalasak 3 million Uyg'ur uslaqda ularniki har 60 odamdan kuniga bir odam o'ltirildi deb hisoblasak 50 ming odam o'ltirilgan bo'ladi kuniga. Agar har 60 odamdan 5 odam o'ltirildi desak 250 ming odam o'ltirilgan bo'ladi deb buni Twitterga chiqardim. O'zimning do'stlarimga dedim. Degandan keyin do'stlarim dedi, bu agar 50 ming deb olsaqmi 4 oyda o'lib ketgan odamlarniki soni 50 dan olsak 4 oyda 50 dan hisoblaganda e'ga 50 ming hisoblasak e'ga 1,5 milliondan o'lib ketgan bo'ladi. 4 oyda 6 million odam o'lib ketadi. Bu son bek cho'ngib ketadi ekan. Endi u degani rost. Agar bu ishni agar 4 oydan yoki necha oy izchil davomlashtirdi desak, hisob ahvolga uyg'un kelmaydi ekan. Endi buni sal yuqori o'lcham, yuqori chekki deb hisoblasak buni, ishqilib 2019-yildan 2021-yilgacha shu oraliqda kichik bolalarni o'ltirish, lagerdagi uyg'urlarni top apirib o'ltirish mana ishlar yuz bergan, mana vaqtda uchirib kelgan. Bu oraliqda Xitoylar maqsadlik holda turmi lagerga so'langan bir qism uyg'urlarni o'ltirib etibdi bular. O'ltirib etibdi, soni bek ko'p. Mening mo'ljallamcha aslidagi 1 million degan sonni hozir 3 milliondan ko'p deb atsak xatolashmaydi ekanmiz deb o'yladim men ma'lumotni ko'rgandan keyin. Endi bu yerda bir narsani eslatib qo'yish kerak. Bir qism qarindoshlarniki menga fikr bor. Sonni oshirvatdingiz deb. Men buni topgan gap emas. Mustaq amaliy hozirga qadar bayqalgan faktlarga asosan hisoblab mo'ljallab chiqargan narsa. Shunga 2014-yildan keyin o'lkatganlarning soni 1 million emas, 3 milliondan oshib ketdi deb o'yladim. Buniki yana bir misoli 2017-yili 1-oyning 1-kundan burun Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarda nima bor? Bu yil 1-oyning 1-kuni 5 yil bo'ldi buningga. Hozir Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning qo'lida nima bor? Uyg'urlikqa oid madaniyat, urf-odat, til, din, nupus nima bor? Nupuslarda qancha qoldi bizda? deb so'rasak, masalani tushunishga biroz foydasi bor. Hozir xalqaro Sharq Turkistonga berib tekshirishga bir qattiq tadbir qo'llanmaydi. Masalan, buni nima deysizlar desanglar, BDT'niki Iroq haqida qaror olish jarayoni qarab yaqinlar. Qancha tez oldi bu qarorlarni. Uyg'urlar kelgancha qanday ish tutyotdi. Yevropa birligimi shunday, boshqa o'rinlar shunday qanday ish tutyotdi. Ish qilib hech kim oldirmayotdi. Sharq Turkistonga bir kuzatuvchi, tekshiruvchi o'yatib, tekshirib boqadigan boshqa Xitoylar qildigan ishini qilib xabarga olib bo'ldi hozir. Shunga Chen Chuango bilan
pencerenin tağını eketişik sebep şu. Aşağı bu aşka ben bunu dikin öldürülen sani ben hazır 5 milyon da atımen Twitter aşağıda bir yazışık başladım 5 milyon da. Muştak kavaklarımda g'arbdan bana narazı buldu gelen köp emas. Lekin meni ümitlendirdigan ahvol g'arbniki adamları bir narsa yazgan chaqda yana 1 milliondan ortiq Uyg'urlar sulandi deb yozyapti hozir mana shundoq. Endi menki o'zimniki yaqindagi shu BBC va boshqa videolik suhbatlarga chiqqan vaqtimda bu sallarning hammasini aynan deyapman. Bu men topgan gap emas. Bu ishlarni albatta men bu ishlarniki yolg'on bo'lib chiqishini umid qilaman. Uyg'urlar ununcular ziyandatib ketmasak bo'ldi. Zaten haqiqiy ahvol qandaq o'sha odamni bir tashuvchi bilmaymiz buni. Lekin xalqaro bir tashuvchi o'tib, kuzatuvchi o'tib tashuvga oldirsa bo'ladi. Bu ish bo'lmayapti. Meniki Twitter'larimni ko'rdigan qarindoshlar ehtimol esqatsizlar. Men hozir asosiyatni boshqalarni qilmayman. Hozir men BDT, Yevropa Birligi, Amerika va boshqa hukumat organlaridan tezroq Xitoyniki hozirgi shu Xitoyniki qilayotgan tutgan yo'liga aralashib, uni to'xtatib Uyg'urlarni qutuldirib qo'yish. Qilib qolgan Uyg'ur nufusini qutuldirib qo'yish mushuni talab qilyapman. Buni qancha umid bo'ladi, nima qancha unum bo'ldi, uqmayman. Lekin buni men tinig'imni bo'ldi ekan bu ishni qilaman. Biz uchun hozir birinchi darajada cho'ngishmish bo'lib qoldi. Qolganligi seminar, yig'in, bu hatto qonun degandek narsalarmi? Bu qonun loyihasi, qonunlarniki cho'ng'lari katlari chiqib bo'ldi. Uyg'ur sudidimi muhim qarorlarni olib, Xitoyniki irqiy qirg'inchiligiga qonun jihatdan asosni sepadi. Endi bizim bundan keyingi talabimiz hammamiz o'zimizniki davlatidagi hukumat, aniki BDT, Yevropa birliklari aşağıdan tezroq Sharq Turkistonga kuzatkichi, tashuvchi avatib, Xitoyniki qo'llanayotgan tadbirni to'xtatishga undash. Shunga murojaat qilish bo'lishi kerak. Qog'oshlarni unchalar qiymat yo'q Uyg'urlar uchun. Biz bahri to'yish ketib boramiz. Yangi yilda amdida kirdik. Aslida men demay deb o'ylagan, ammo meniki ko'p turgan ahvollarim mushtaq bo'lganligi uchun buni demay tura olmayman. O'zimdan tutqayolma shu. Bugungi videodagi yana bir cho'ng xabarim o'tgan sizlarga degan bir muhim bir islom diniy munbiri men bilan meni bir intervyu qildi, men bilan suhbat o'tkazdi deb. Bu munbar qaysi desanglar The Din Show with Eddie degan bir munbar bor. The Din Show. Bununla şu İslam dünyasındaki dunyoga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan 500 dak dağınıq İslam o'limalarining hammasi chiqib baqqan bu munbarga. Men burun bu munbar bilan shu Yasir Qozi anadikin Noman Alixonniki suhbatlarini anglayman deb topgan bu munbarni. Chiqib pek ta'sir cho'ng. Bular men bilan suhbat o'tkazdi 1 soatlik, 1 soatdan sal jiqroq o'tkazib bu suhbatniki mazmunini 12 ayınki 31 günü keşti bədi. Yeni yıl arpısıda. İntayin hoş oldum. Twitter'da mı atayettim, rahmet ettim. Bu men için en katta bir yeni yıllık soğat bol deydi. Menik onda qıptışımki sebep eğer de İslam dünyası ve Türk dünyasındaki devlet hakimiyetleri Müş g'arib tutgan pozisyonni tuta olgan bo'lsa Xitoyga bizningki ishimizda hozirgidan jiq ilgirlashlar bo'ladi. Ammo unda qilolmayotdi. Ashta qilolmayotgan uchun bizningki ishimizdagi ilgirlashmak osta. Shunga ma programmada Xitoyniki shu islom diniy nuqtasidan Uyg'urlarga qaysi darajada zulm sağanlarının hamısını dedim. Uyg'urlarni uyga Xitoy erlarni kirib qo'yishdan tortib, andikin lagerlarda har bir kameraga birdan Qur'onni birib, uni shu kamerdagi kishilar tarat qilgan chilar ichiga tashlab, ustiga tarat qilgan. Mushlardan tortib hamısını dedim bu programmada. Bu programma shunday qilib o'tirib chiqdi. Men o'zimniki YouTube kanalimga qo'yib qo'ydim. Xohlasanlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Men bugun qarab baqqandim,
bu The Dean Show'daki YouTube chiqargan videoda qancha odam ko'rdi deb qarasam, shu 14 mingga yaqin odam ko'ribdi. Mening farzimcha bu bir televizor qanlogi deb o'ylayman men. Shunga ashta boshqa buni ko'rgani xil jiq bo'ldi deb ashta tushunaman o'zim. Andan keyin men endi to'xtamay hozir Twitterda ingliz tilida davo qilyapman. Bu Twitterni ko'rgan qarindoshlar biladi. Yaqinda chiqargan narsalardan bir qanchasi nihoyatda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Uniki birisi nihoyatda ko'p sondagi Uyg'ur bolalarini ayda bir qatim savdo qilishga chiqqan bir ko'rinish. U bolalar soni bakchiq. Biror mingga boramdikin bir qo'tan mollarni aydagandek epmongan ko'rinish. Buni Twitterga chiqargandim. Uni ko'rganlar 31 mingdan oshdi. Yana birisi lagerdan qo'yib qo'ygan bir yosh yigit 20 yoshdan 30 yoshlarning oralig'ida ama putini urib sundirib o'tibdi, mang'amay ekan. Ikki tarafga yog'och bilan tutiladigan narsa qilib qo'yib shu yo'l minishni mashq qilayotgan ko'rinish. Bir plastik xalta esig'liq o'pkisiga suv yig'ilib qolgan bo'lsa suvni tortatam ekan deb o'yladim. Ash ko'rinish ekan, uni chiqarib qo'ygan. Uni 23 mingdan odam ko'rdi. Anadan keyin 2 kun oldida bir bola o'zining uyining oldida yerda o'tirgan kichik bola, uniki farzimcha shu 4-5 yoshlarning oralig'idagi bola ekan. Lekin ishiga taqoqliq o'zi ishning oldida nihoyatda qo'siga eshib ketibdi. Kunishni qaragan chog'da tiplab o'tirgan ishga taqoqliq hech qanday odam yo'q atrofida. Buni chiqarib qo'ygan. Buni 11.300 dek odam ko'rdi 2 kun ichida. Andan keyin yana bir video kelgandi menga. Menga mushta videolarni o'rgatib turadi qarindoshlar, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi foydalanyapman bundan. Bu nihoyat cho'ng yerlarga ketyapti. Meniki bir chamraklarga a'zoman, nihoyat cho'ng odamlar bor yerga. Ashalarga beryapti qarabliklar. Andan keyin yana bir videoda bir ayollar, Uyg'ur ayollari shu lagerdagi Uyg'urlardan yig'ilingan choshni bitirib qilayotgan. Shundan bir buymas esaydigan dek bir ishni qilayotgan bir ko'rinishgan. Buni chiqarib qo'ygan. Bu hozir 8 mingga yaqin ko'rildi. Yaqinda menga kelgan yana bir xabar. Shu Sharq Turkiston bilan ba'zi chegara rayonlardagi ahvollarni bevosita egallab turadigan qarindoshlar bor. Menga doim uchur yetkazib turadi. Shular yetkazgan uchurlarning birisi Xitoy hozir Oltay teg'idan Sharq Turkistondagi qumliqchilik bir nihoyatda uzun suv tonneli yasayotdi. Bu tonnel dunyo bo'yicha eng uzun suv tonneli bo'lib hisoblanadi ekan. Eng uzun ekan. Mushu qurilishga yaqinda nihoyat ko'p Uyg'urlarni qo'l ish chiqib apiribdi. Lagerdagi Uyg'urlarni. Ash qarindishimizning mushu uchur keldi. Bu apagan Uyg'urlarning soni zot qancha buni bilmayman. O'rtoqlik soni yo'q. Agar bu to'g'riliq uchurlarni bilsanglar, xabarlanib qo'ysanglar. Ma'apda men NASA to'g'riliq boshqa xabarni tayyorlamadim, mazmuni biroz ko'p bo'lganligi uchun o'tgan hafta men sizlarga James Webb olam teleskopiniki koinotga chiqarilganligini degandim. Uniki iqtidori hozir mush koinotni tekshirishda nihoyat cho'ng rol o'tayotgan Hubble olam teleskopidan 100 kuchli deb. Bundan 15 yillar burun bu teleskopniki ishiga men qatnashgan. O'tgan hafta bu diqqatni unutib qolibman. 3 kun bir rasm izlab o'tib qarasam shu 2008-yili menga NASA'dan bir mukofot bergan, bir ishlab chiqargan yangi algoritm to'g'riliq. Shu mukofotni taqdish murosimida men bilan yana bir Yahudi xizmatchim bor, ikkimiz qilgan ishni. Shu ikkimizga mukofot taqatgan ko'rinishda shu James Webb olam teleskopiniki ko'rinishini chiqarib qo'yibdi oqsiga. Biz qilgan ish teleskopim ishlaydi, biz chiqargan algoritm. Shu sababdimi deb tushundim. Shuni qisqacha tilg'ab qo'yay. Bugun boshqa ahvolga to'xtalmayman, uniklarni so'zlab beray. Andan keyin sizlarga deb qo'yadigan bir yaxshi ish bor, bir ishki. Uniki birisi shu 2021-yili Amerikadagi bir qarindishimiz o'zining shirkati orqali Uyg'ur Project fondiga $8,000 iona qildi. Har oyda $1,000dan 8 oy. $8,000 iona qildi. Ondan keyin shirkati uningga $8,000 qo'shib berdi. Bu inimiz $1,000 bersa, shirkati $1,000 qo'shib berdi. Ashta qilib Uyg'ur Project fondiga $16,000
yani pul kirdi 2020 yılı. Bu idimizga köpten köp rahmat. Andan bugün bana yana bir hoş haber geldi. Bu haberni de men Uyghur Project Fondu'daki qarindoshlar bilan o'rtoqlashib olmadim. Sababi vaqt chiqmay qoldi. Onu desanglar Kanadadan bir qarindoshimiz bugun Uyghur Project Fondu'ga 5300 Kanada dollari iyon qildi. Buni tilga olishimdagi yana bir muhim sabab bu qarindoshimizning bir kichik qizi bor. 10 yoshga kirmagan qizi shu ota-onasi bergan pulni yig'ib ekan. Bu qiz meniki burunqi yozgan nasrimga nasrimga qiziqadi ekan ish qilib. Ashuna qilib o'zim o'qishga qiziqadi ekan, 10 yoshga kirmabdi. Ota-onasi yig'gan puldan 300 dollar Kanada dollari yig'ib ekan. Shu pulni bu ota-onasiga berib shuni shu Erkin Sidiq tog'amga o'tib bergan Uyghur Project Fondiga ishlasin deb ota-onasiga beribdi. Şuna bular o'zi yig'gan 5000 dollarga mani qo'shib o'tibdi. Amnatda buni iyon qilgan qarindoshimizniki iqtisodiy ahvoli yaxshi emas. Uydagi biralar amni xizmatga o'rlashgan, 2 oy bo'ldi. O'rlashgan uning oldida shu qaqti so'qti bo'lib yashab kelayotganlar bular. Lekin shu tunji qitim yig'gan pulini Uyghur Project Fondiga berdi. Bak ta'sirlandim. Ko'pdan ko'p rahmat. Uyghur Project Fondi mustaq iyonlarga asos tayinib turib ish qilyapmiz hozir. Bu to'liq keyinchayini ayrim to'xtalaman. Şuna buniki biz uchun qiymati ma'nosi bak zo'r. Shunga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Andan keyin o'tgan qatimliq programda sizlarga bir xitoycha hujjatning gapini degan Gojali Goyiche degan 2012-yildagi bir Xitoyniki nazariy maqolasi yoki doklati. Bu Xi Jinpingniki Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchiligini olib berishiga turklik rol o'ynagan hujjatlarniki birisi. Bu hujjatni biz Uyg'ur axborot markaziniki to'rbetiga chiqarib qo'ydik. Shunga foydalansanglar bo'ladi. Buni shu deb qo'yay. Andan keyin yana bir ishboti aslida bugun bir chaqiriq qildigan ishdi bu. Unimi desanglar bundan 2 haftaning oldida Uyghur Project Fondidagilar, bizniki Uyghur Project Fondidagilar degan vaqtimda bizniki Uyghur Project Fondida rasmiy vazifa olgan odamning oltidan bor. Hammasiki yuqori maoshli xizmat var bularniki. Hammamizning xizmati var, onun ichida men bor. Undan boshqa bizniki bir kengaytirilgan qo'shinimiz var. Necha 10 ziyolilarni tarkib topgan. Bular biz bilan ish qilamiz asosiyatan. Mushu cho'ng guruhining ichida biz muzokaralashib bir taklif tushgan yesil boshlang'ich maktablarniki til adabiyot darsligini tuzish. Hozir qadar o'xshamagan guruhlar, o'xshamagan nusxalarni tuzdi buniki. Ashta boshqa biroz chechilang'u. Endi bundaq darslarni birlikka keltirish pek taskan. Nimishqa desa, u bu yerlarda kurs ochib, maktab ochib o'qish qilayotganlar o'ziniki tushunchasi bo'yicha tanlaydi ekan kitoblarni. Ashta boshqa xalqarada biz chet elda hamma Uyg'urlarga mana shiltinglar deydigan bir mexanizm yo'q. Unda huquqimiz yo'q, hech kimning unda huquqi yo'q. Ashta bo'lsa-mu sal bir shu mush sohaningki kasb ahlarini yig'ib rasmiy bir chet eldagi Uyg'urlarning saviyasiga vakil qiladigan bir darajada bu narsa shu til adabiyot darsligi tuzib chiqsak degan narsalarni qaror qilgan. Aslida men bugun videoda chaqiriq qilmoqchi edim. Shu sohadagi kishilarga, 2 turli kishilarga ehtiyojimiz bor edi. Lekin o'tgan hafta Dunyo Uyg'ur qurultayiniki ma'rif komiteti bilan Uyg'ur akademiyasi birlikda 2 kun yig'in ochib, shu sohada qaror ilib, mushohada bir qism ishlarni qilmoqchi bo'pti. Buniki mazmunlarini WhatsApp to'plarida taqib oldi bular. Ehtimol ko'rgansizlar. Shunga Uyg'ur Project Fondi biz ishdan to'xtab qoldik hozir. Qarindoshlar bu ishni boshlaganlik uchun. Lekin biz kuzatamiz. Mana bu yerda bugun ma gapni tig'ilishimiz sababi shu. Bizniki ish qilish sur'atimiz sal tez. Bizda asosan yig'in yo'q. O'sha qarorlarni biz yarim kun ichida o'zaro muzokara qilib olaymiz. Evitib ish boshlab ketamiz. Aslida bugun chaqiriq qilgan bo'lsam, 2 haftadan keyin 2 hafta ichida biz qo'shinni tashkillab ishga chiqib keta olishimiz mumkin. Meniki burun mo'lchar mashtaqdi. Bunda ishdan tiz qilamiz endi. Endi qolgan bu Dunyo qurultayiniki ma'rif komiteti Uyg'ur akademiyasi bilan qilmoqchi bo'ldi. Biz buni yaxshi biz qo'llaymiz.
qo'limizdan kelishicha takliflarni berib degandek. Lekin agar birer yilgacha agar bu ish ahmoq bo'lib qolsa, xudoyim bilsa, men qaytib kelib sizlarga chaqiriq qilishim mumkin. Bilgancha ashil deb qo'yib bu ishni. Lekin hozir ishki o'riniki qilayotgan ishni hammamiz qo'limizdan kelishicha qo'llab yordamlashib beraylik. Andan keyin yana bir ish, shu yaqinda men Xitoylarniki Sharq Turkistonda odam mingisini kontrol qilish sohasida nihoyat cho'ng harbiy meditsina tajribaxonlarini qurganligi haqidagi uchurlarni Twitterga chiqargan, hali jiq narsani chiqargandim. Shu sababdan meni ba'zilar shu yerdan tepib, ba'zi bir hukumatniki organlari izlab keldi bu yoqda. Shu Sharq Turkistondagi mingi kontrolligi haqidagi tajribaxonlarga oid material ta'minlasang deb. Şuna ularga azraq materiallarni yig'ib o'tib berdim. Buningga bizningki topdikilar meniki Uyg'ur Akademi nima? Uyg'ur Project Fondidagi qarindoshlarimiz hamkorlashdi, yordamlashdi. Biz bu Uyg'ur Axborot markaziga mush bir sahifani qo'shmoqchi. Xudoyim bilsa, mana oldimizga bir necha kun ichida bu tayyor bo'ladi sizlarga deb qo'yay. Agar sizlarga boshqalar izlab kelsa, bosh to'rbetni ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Vaqti kelganda men e'lon qilaman buni. Sahifi Xitoyniki bu min kontrolligi bu qurilishi bu andamda qurilishi emas. Bu sun'iy aql, ondan darajadan tashqari armiya qatorliq ishlarga bir taqiladi. Hozir Xitoy bilan Rossiya koinotdagi olam bo'shlig'ida uchadigan, boshqariladigan bomba sohasida dunyoning sal oldiga yetib oldi. Amerikaning oldiga yetib, Amerikani sal jildashtiryapti yaqin yoqqa. Amerika'nın kılmanı sıkıntılaydı, lekin hazır kadar onun programısı yoktu benim bilişimce. Xitoylarniki qancha taraqqiy qilganligini bilib yaqin sal cho'chidi bular. Lekin ma ishlami g'arb Amerikada bir xil axloqiy cheklanma bor. Mandaq ishlarni qilsak bo'ladi, mandaq ishlarni qilmaymiz, qattiq qilmaymiz deydigan. Lekin Xitoy, Rossiyada buna cheklama yo'q. Bular dunyodagi eng rezillik ashaddiliklarni qilib turib ishlarni qilaverdi bular. Ashta boshqa hozir g'arb elidagi bir qism hukumatlar bunga diqqat qilishga boshlab, bu taraf izlanishga boshlabdi. Ashta boshqa bundan keyin mavu bu manbalardan obdan foydalaniladi. Biz Uyg'ur Axborot markazining torbetini har hafta yangilaymiz. Andaki ma sahifini qo'shmoqchi. Nihoyat ko'p uchurlar bor. Shunga zurur bo'lgan chaqda obdan foydalaniladi. Endi en ahırda deydiğim chet eldagi Uyg'urlar tabiqasida ajoyib ishlar bo'lyotidi. Nurg'un qarindoshlarniki bek ko'ngli yerim bu jihatda. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki ishni oqistadigan ahvollarni bo'lyotidi. Dunyo Uyg'ur qurultayida bir necha qarindoshlar hozir boshqasini tashlab qo'yib shu chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarga tushuncha berish haqida tirishchiliklarni ko'rsatyotidi. Amaliyotda bu zurur emasdi. Men albatta degandek hozir mushulqi nazariy tushuncha tilash tortishlari bo'layotgan ishlar amaliyotda bizningki hozirgi ahvolimizda hech qanday qiymati yo'q bir ishdi. Vatanniki nufusimizni hayot saqlab qilish bu hammadan muhim ishdi. Lekin bir qism ashtaq nayati qo'ldan ish qilgan qarindoshlarimiz quvvatga ishni tashlab qo'yib mushni qilishga majbur bo'lib qolyotidi. Men o'zinglar diqqat qildinglar, men hech qanday tilash tortishishga kirishni xohlamayman. Nima uchun desanglar, men uchun qat'iy qiymati yo'q. Meniki hozir tashabbus qilayotgan bir lam ishim xalqaroni uchurlarni ta'minlab, Sharq Turkistonda nima ishlarni bo'layotganligini tezroq Sharq Turkistonga bir kuzatuvchi, tashkilotchi avatib Xitoyni to'xtatish. Meniki qo'rqishim faqat shu mumkin. Shunga markazlashtiryapmiz o'zimniki bor kuchini, vaqtini. Endi bugun sizlarga bir muhim hukmni deb qo'ygan bor. U nima desanglar, aqlliq bo'lish oq ko'ngil bo'lishdan osonroq. Buning sababi nima desanglar, aqlliq asosiyatdan tug'ma bo'ladi. Men sizlarga qanday qilgan chog'da bolalarni aqlliroq cho'ng qilib bo'lganligi haqidagi bir qism hozir xalqaroda eng davr surayotgan nazariyalarni leksiya qilib so'zlab, maqola qilib yozib, ashta qilib berdim sizlarga. Bundan xabaringlar bor. Agar
Aşundaq təcrübədən ötən aşdaq işlarni qılsa, balalarni tug'ilgan vaqtiga qaragan chog'da bexraq aqlliroq qilg'ili bo'ladi. Lekin nurg'un ota-onalar unda qilmaydi. Aşdaq bo'lg'achqa dunyodagi insonlarni tekshirsa, aqlli insonlarning ko'pinchisi tug'ma. Tug'ma holatga kelgan aqlli bu. Aşdaq bo'lgani uchun u aqlli, aş darajadagi aqlliga yetish uchun o'zlari hech qanday tirishchilik ko'rsatmasin bo'lganligi uchun bu osonroq. Lekin oq ko'ngillik, fazilatli bo'lish bu oson emas. Sababi bu bir tanlash. Buni tanlagan insonlar oq ko'ngil bo'la oladi. Tanlagan insonlar fazilatli bo'la oladi. Rezillikni tanlaganlar rezil bo'la oladi. Buni hammamiz ko'ryapmiz. Şuna mashhur hukmni bu xos shaklda deb qo'yay. Yaqinda bir qarindishimiz shu inglizcha dunyoda o'qib yurgan bir gapni o'g'irlashtirib taqdim qilibdi. Men aytib xush bo'ldim. U nima desanglar, inglizcha mana deydi. Biz deydi, biz degan hara degan gap. Biz don't waste their time explaining to flies. Flies degan chivinlar. Herler, çiviller. Biz don't waste our time explaining to flies that honey is better than shit. Asal poxtun yaxshiroq deganini tushuntirishga vaqt sarf qilmaydi deydi. İngilizce, Uyg'ursini bir qarindishimiz tarjima qilib, ana o'qibsam, asal erlari hech qachon chivinlarga nimishqa gulning poxtun yaxshi ekanligini tushuntirib vaqtini israf qilmaydi deydi. Men yana qatdan deb qo'yay. Deb beray, o'qib beray. Asal harlari hech qachon chivinlarga nimishqa gulning poxtin yaxshi ekanligini tushuntirib vaqtni israf qilmaydi deydi. Qisqasi meniki qarindoshlarga bo'libmi universal qobiliyatlarga ega hozir shu vatandagi Uyg'urlarniki zo'r sonda o'lib ketishini tezroq to'xtatishga haqiqiy to'p qo'sha oladigan qarindoshlar taqatuq ishlarga vaqtlarni sarf qilmay shu muhim ishga tutish qilsanglar. Ash ish hozir birinchi darajalik muhim ish. Uyg'urlarmi ishni muhimlik darajaga tizib qilishni o'rganish kerak. Hozirgi bizning birinchi darajalik muhim ishimiz BDT, Amerika, Avrupa Birliği qatarlıq xalqaro jamoatni Sharq Turkistonga imkon qadar tez kuzatkichi, tashirgichi avatib Xitoyning zulmini to'xtatish, Uyg'urlarniki zo'r sonda o'lib ketishini to'xtatish. Mushu bizniki hozirgi birinchi darajalik vazifamiz. Qog'ashlar undan keyin keladi. Shunga bu narsani qat'iy esimizdan chiqarmagan bo'lsak. Bulundu men bugun shunchalik so'zlay, bugun ma kashf ketdi, shunga kechiringlar. Yeni iş getdin, kin görüşküşlük aman bulunla. Hayır hoş Allah'a emanet.